Assalomu alaykum. Asaka Bank Qarshi BXM. Bir kontor bir mahsulot bo'yicha Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Yakkatut MFda amalga oshirilgan loyiha. Loyihamiz 115-kontorda amalga oshirilgan. 4 gektar yer maydoni, 6 ta dehqon xo'jaligi mavjud. Uzum ko'chatlari, qora kishmish navli hozirda gullash jarayonida. Kontor chegaralari. Birinchi chegara. Ikkinchi chegara. Uchinchi va to'rtinchi chegaralar.